Assalomu alaykum. Men Qashqadaryodan, Chiroqchidan kelganman. 8-9 yildan beri qabziyat, ich qotish qiynardi meni. Ko'p joylarga davolandim, lekin hech foydasi bo'lmadi. Keyin Chiroqchiga bordim. Chiroqchida xirurgimiz shu yerda maslahat berdi. Keldim, ko'rindim, rentgenga tushdim. Salohiddin ukamiz doktorimizga uchrashdim. Operatsiya qilamiz dedi. Operatsiya juda yaxshi o'tdi. Og'riqlarni hech narsani sezmadim. Mana bugungi kunda juda ham yaxshi holatim. Xudo xohlasa ertaga uyga ketamiz deyapmiz. Mana bemorimiz 58 yoshli bemorimiz ayol kishi. Bemorimiz bir necha yildan buyon qabziyat bilan, qorindagi kuchli og'riqlar bilan, uning asorati sifatida gemoroid tugunlarining kattalashishi hamda qon ashishi bilan shikoyat qilib kelganlar. Sindrom Payra deyiladi bizda. Sindrom Payra ya'ni taloq yo'g'onchakning taloq burchagining yuqori ekanligi aniqlandi. Bemorga laparoskopik usulda, ya'ni subtotal kollektomiya operatsiyasi amaliyotga oshirildi. Bemorimizning ahvoli qoniqarli. Mana javob berishga tayyorlanyapti. Salohiddin doktorimizga, barcha doktorlarimizga, medsestralarga, hamma bizga qarashganlarga rahmat. Hammasi mehribon, shirin so'z, mazza qilib davolandik. Hammasiga rahmat. Qo'llari dard ko'rmasin, hech kim kasal bo'lmasin.